Assalomu alaykum. Efirda tez yordam. Voy tomog'im. Menga srochna lor kerak. Bilmaysizmi, qaysi klinikada lor shifokori 24 ga 7 ishlashadi? Assalomu alaykum. Tez yordam ko'rsatuvining qadrli muxlislari. Eshitishimizcha, Qo'qon shahrida joylashgan Vitamid klinikasining 9 nafar oliy toifali lor shifokorlari 24 soat ish faoliyatida ekanlar. Keling, hozir ulardan birini suhbatga chorlaymiz. Bugungi suhbatdoshimiz oliy toifali shifokor lor jarroh Kimsanov Otajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tez eshitamiz, tomoq muzdak ichimlikdan emas, shirinlikdan og'riydi deyshadi. Bu qanchalar haqiqat? Ichimlikning tarkibiga bog'liq birinchi o'rinda. Masalan, oddiy suv bo'lsa, ehtimol og'rimaydi tomoq. Tomoqning og'rishi ko'p ham muzdak suvga, muzdak ichimliklarga bog'liq emas. Ichimlikning tarkibidagi, masalan, rangli suvlar bo'lsa, unga organizm bo'lgan allergen hisobiga bo'lishi mumkin. Shirinlikka keladigan bo'lsak, shirinlik ham xuddi shunday, tarkibidagi tomoqqa allergen ta'sir qiladigan moddalar olib qolishi mumkin. Vitamid klinikasining lor bo'limiga ko'proq qaysi shikoyatlar bilan murojaat qilishadi? Ya'ni tomoqmi, burunmi yoki quloqmi? Dastlab ish boshlaganda eng ko'p keladigani shu ekstremniy больницаdan keladigan burun qonash bilan kelishdi. Yosh bolalardagi o'rta atit, qattiq og'riqlar bilan kelishdi. Hozir endi atrof sal o'rgandi shekilli, rejali kasallar ham kelishyapti. Ko'proq shu tomoq og'rishi, iste'mol qilib qolishi, burun bitishi, quloq og'rib qolishi kelishyapti. Kechasi ham kelishyapti. Kechasi yoki dam olish kunlari tomoq qattiq og'rib qolsa, shunda odamlar nima qilishni bilmay qolishadi. Shu paytda Vitamid klinikasiga murojaat qilish imkoni bor, to'g'rimi? Yoki kechasi ham qandaydir soatlarda ishlanadimi? Yo'q, bizda rejim yo'q. Hozir kelishganimizdek shu yigitlar hammalari ishlashyapti. Ulardan ham xursandmiz. U yigitlar har doim shu yerda bo'lishadi. Qaysidir vaqtda, hozir biz tomoshabinlarga aytib qo'yishimiz kerak, qaysidir davrda biz eshikni berkitamiz. Bu berkitish degani biz eshikni yopdik degani emas, xavfsizlik uchun har xil odamlar kelib kirib chiqib ketyapti. Shunaqa bo'lish ehtimoli bor ekan bu yerda. Lekin eshik yopiq bo'lganmi, u yerda telefon va qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroq bossalaringiz dejurniy navbatchi chiqadi. Uzoq vaqt davomida o'tmaydigan yo'tal qaysi holatlarda lor kasalligidan darak beradi? Yo'tal bu qaysidir kasallikni bir simptomi, belgisi hisoblanadi. Bu qaysidir kasallik aynan yurak kasalligi bo'lishi mumkin. Undan bemorlar yo'talishadi. Yoki surunkali yurak dori ichib, darina dori ichib yuradiganlar ham yo'talib qolishlari mumkin. Yoki allergiyasi borlar, ya'ni o'pkasida, bronxlarida, traxeyasida allergiyasi borlar ham yo'tal bo'lishi mumkin. Bolalarda faringitlarda yo'tal bo'lishadi. Aytmoqchimanki, yo'tal umumiy kasallik, uni aynan nima uchun bo'layotganini tekshirish kerak albatta. Hozirgi kunda burunga tomizadigan tomchilarni oylab ishlatib yuradiganlar ko'p, to'g'rimi? Bu qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Shu burun tomchilar, hozir men juda ko'p ko'raman, burun tomchini oddiy kun tartibiga aylantirib olishgan. Oddiy hamroh qilib olib yurishadi, cho'ntagida, uyda yostig'im tagida kerak bo'lsa, mashinasida. Burun tomchilar uzoq ishlatib bo'lmaydi. Uni burun tomchini instruksiyasiga o'zi yozib qo'yishgan, toki 5 kun, 7 kun ishlatilsin. Agar uzoq ishlatish mumkin bo'lganda burun tomchini 1 litr qilib chiqarib qo'yishadi, to'g'risida. Shu kamgina chiqarishadi, chunki shu kurs lecheniya bo'lishi kerak. Uzoq qilib bo'lmaydi. Burun tomchi yurak qon tomir kasali, asab kasali. Yoki burun tomchi bilan uzoq sepib yurgan biz operatsiya qilamiz-ku. Перегородкалар teshilib qoladi, to'g'risi, atrofiya hisobiga. Burun qon tomir toraytuvchi faqat burniga ta'sir qilmaydi bemor. Butun organizmga ta'sir qiladi. Dalinani oshiradi, yurakni o'ynatadi, boshini og'ritadi va tobiylik, ruhiy tobiylikka olib keladi. Ruhiy tobiylik biz operatsiya qilib, перегородкасini tekislab, chig'anog'ini kichraytirib qo'ysak ham unga tobiylik bo'ladi. Shuni sepaman, yaxshi bo'laman. Endi ruhiyat masalasiga o'tib ketib qoladi. Mumkin emas uzoq ishlatish. O'zi qancha muddat norma hisoblanadi? 5 kun yoki mana 10 kun deylik, lekin 7 kun, 5 kunga yoziladi u. Shu 3 mahal. Uni dozalari bor. Endi bu chuqurlashib ketamiz-ku, o'zi yoshga xos, kasallikning turiga xos uni dozalari bor. Uni vrach korreksiya qiladi. Har doim sprey bilan ketmaydi. Yonida qo'shimcha dorilar bo'ladi. Shunda kompleks lecheniya, kurs lecheniya bo'ladi. Quloq og'riganda uyda uni qandaydir issiq qilish yoki qandaydir yog'larni ilitib tomizish mumkinmi? Yoki albatta lor shifokori ko'rigi shartmi? Quloq og'rig'i bolalarda keltirib chiqaruvchi sabab yallig'lanish bo'ladi. Burun yallig'lanishi ko'pincha quloq og'rig'ini keltirib chiqaradi. Quloq
og'riq payti agar u jarayon yiringli bo'lsa, siz aytgan tomchilarni tomitish mumkin emas. Shunchaki yallig'lanish bo'lsa, unga isitish mumkin, issiq tomchi qilish mumkin. Lekin u yiringli jarayon bo'lsa, uni faqat kuchaytiradi, ko'paytiradi, asoratlarga olib keladi. Mumkin emas u sharoitda qilish. Quloqni ko'rishga hatto vrach qiynaladi-ku, qanday bemorlar tomchilarni tomib borishadi. Ayrimlar tomoq bezlarini oldirishdan qo'rqishadi. O'zi qanday holatlarda ushbu operatsiyalar shart bo'ladi? Tomoq bezlari, anginalar, shu murtak bezlari, organizmning himoya tizimiga kiruvchi, qaysidir qismiga kiruvchi murtak bezlari, angina hammada bo'ladi normada, sog'lom odamda. Angina qachon olinadi? Qachonki asorat bersa. Angina 1 yilga 3 martadan ko'p og'riyaptimi, har safar yengillayaptimi yoki paratonzillit beryaptimi? Anginani olib tashlash kerak. Bo'lmasa, ikkilamchi kasalliklar bor, buyrakka hayot uchun zarur organlar bor-ku, masalan, yuragingiz, buyragingiz, bo'g'imlaringiz, mana shularga asorat beradi. Revmatizm, remokardit yoki pielonefrit degan buyrak kasallik. Endi taroziga qo'yib ko'rilsa, yurak og'irroq keladi nazarimda. Yurakni saqlab qolish uchun ham anginani olib tashlash kerak bo'ladi. Revmatizmga moyil bo'lgan bemorlarda. Vitamin klinikasida lor yo'nalishida zamonaviy tekshiruvlar va davolash usullari haqida to'xtalib o'tsangiz. Bizni klinikada ish boshlaganimizda o'zi eng yaxshi apparatlar bilan ish boshladik, chunki o'zi niyat qilgandik, eng yaxshilar bilan boshlaymiz deb. Diagnostika uchun kerakli, yetarli hamma narsa bor nazarimda, shu endoskopmi yoki boshqa termin bilan ishlatilgan apparatlar hammasi bizda bor hozir. Qisqasi, birinchi yordam, birlamchi yordam va dastlabki tashxisni qo'ya olamiz. Lorni asosiy quroli bo'lib qolgan narsa bu video kamerali apparat, bu endoskop deyiladi. Burunning ichini yoki quloqni ichini katta ekranda bemalol ko'rish mumkin. Masalan, quloqda hali aytganimizdek yallig'lanish bormi yoki yiringli kasallik bormi, uni diagnoz qilish mumkin. Yoki burunning ichida bu oddiy shamollashmi yoki gaymaritmi, virus etiologiyami yoki burunda suyagi qiyshiqmi, uni ko'rish uchun qulay, xavfsiz, bemorlarga og'riqsiz tekshiruv usuli. Ekran qarshisida bizni kuzatib turgan aziz teletomoshabinlarimizdan kelgan savollar bor. Keling hozir shularga sizdan javob olsak. Birinchi savolimiz Andijondan ekan. 14 yoshli qizimning burnida go'sht bor. Shifokorlar uni operatsiyasiz davolashning iloji yo'q deyishyapti. Operatsiya qildirsam-u yana qayta go'sht o'sib chiqmaydimi yoki oddiy lechivni bilan davolasak bo'ladimi? Bizga maslahat bering. Javob uchun oldindan katta rahmat deya sizga rahmat aytmoqdalar. Rahmat savol uchun. O'zi 14 yosh bo'lsalar, ko'p ehtimol bilan adenoid bezi bo'ladi. Adenoid bezini mahalliy tilda go'sht deb aytishadi. Adenoid bezining darajalari bo'ladi. Masalan, 1-2 darajasida ko'p ehtimol davolab ko'riladi. Shamollash bo'lsa, adenoid bezi normadan kattalashib qoladi-da, uni davolab ko'riladi, u kichrayadi. Agar kichraymayotgan bo'lsa, adenoid bezi 3-daraja bo'lsa, bundan kattaroq bo'lsa, yoki asoratlar berayotgan bo'lsa, asorati nima? Adenoid bezi odatda quloqqa asorat beradi, eshitishni pasaytirib qo'yadi. Kechqurun nafasga qiynaladi bola, apnoidiy nafasga tiqilib qoladi. Ko'p burun bitish hisobiga yuzlarining shakli o'zgaradi, tishlari noto'g'ri shakllanib qoladi. Bu endi stomatologning muammosi bo'ladi. Shu xavflarni oldini olish uchun adenoid 3-darajadan katta bo'lsa, bu olinadi, boshqa yo'li yo'q. Buni olib tashlash kerak. Buni olib tashlash hozir eng xavfsiz usullari bor. Qaytib o'sib chiqish ehtimoli bizga ham aytishgan ustozlar, kitoblarda ko'rganimiz 98 ga 2 deyiladi. Bu degani 100 tadan 2 tasi qaytalanish mumkin. Adenoid bezi to'liq olib tashlagan bilan tagida baribir immunitet tizimi qoladi. Agar bolada immunitet bilan muammo bormi, otasi, onasi shamollatyaptimi, bu baribir qaytalanadi. Bemorlar aytishadi, qaytalanadimi yo'qmi deb. Men aytaman, qachonki siz shamollatmaysiz, biz qaytalantirmaymiz. Ikkinchi savol Uchko'prikdan. Ismim Musharrafxon, yoshim 29 da. Men og'zimdan nafas olaman. Shu menga qulay. Burnimdan nafas olsam, dimog'im achishadi. Buning asosiy sababi nimada? Bu ko'p ehtimol allergiyani klinikasi nazarimda. Baribir shunchaki telefonda kelgan SMSlar bilan buni aytib qo'yish kerak menimcha tomoshabinlarga. Bizga ham SMSlar yozishadi, shikoyatlarni aytishadi. Telefonda kelgan SMSga davo yozish bizga noqulaylik tug'dirmaydi, ko'p vaqt olmaydi, yozishimiz mumkin. Lekin baribir ko'rmasdan yozish bu yaxshi emas. Yana aytaman, allergiyaning belgisi buni har doim ko'rish kerak. Allergiyaning belgisi aytganingizdek burundan kirgan havo achishtirib nafas oladi yoki vazomotor rinit, umuman shunaqa terminlar bor. Burun kasalliklari. Buni albatta ko'rganimizdan keyin aytamiz.
Keyingi savolimiz Qo'qon shahridagi 35 yoshli Akramjondan ekan. Nafas olishim qiyinlashdi va shifokorga murojaat qildim. Burnimning suyagi qiyshiq ekan. Shifokorlar uni sindirib joylaymiz deyishyapti. Lekin boshqacha holatda sinib qolsa-chi deya xavotirdalar. Burun suyagi bilan o'zi biz avval ham aytgandek, adashmasam, jamiyatda odamlarning 75% burun suyagi qiyshig'i bo'ladi. Kimdir yiqiladi, kimdir yigitlar urushadi yoki yoshligimizda to'p tegadi, boshqa. Tug'ma bo'lishi ham mumkin burun suyagi qiyshiqligi. Endi burun suyagi qiyshiqligi nafasni to'sadi, kirayotgan havoning ma'lum qismini to'sadi. Agar miyamiz kislorodni butun organizmni kislorodni 20% ni talab qiladi miya. Agar 19,5% tushib qolsa bosh og'riydi. Ko'pchilik bosh og'rig'ini burunga bog'lashmaydi, chunki burun og'riq sezmaydi, og'riq sezuvchi hisoblanmaydi. Burun suyagini sindirib teksash, burun suyagini baribir qaysidir ma'noda sindirish desa to'g'ri bo'ladi. Sindirgandan keyin noto'g'ri sinib qolmaydi. O'zi chegaralari bor, sinadigan zonalar bor. Bu kamerada zamonaviy endoskopda ko'rib qilinadi. Aynan sindirish mumkin bo'lgan joydan sindiriladi. U sindirish desa noto'g'ri bo'ladi-yu. Qiyshagan qismi olib tashlanadi, tekis sog'lom joyga qaytib qo'yiladi. Juda yaxshi natija beradi bu septoplastik operatsiyasi agar qildirsalar. Diagnoz aniq bo'lsa qildirishlari kerak. Tomoshabinlarga lor shifokor sifatida eng muhim 3 ta maslahatingiz. Bolalarni tez cho'miltirish kerak, xona haroratini bir xilda saqlash kerak. Xona harorati bir xilda bo'lmadimi, bolachalar cho'milmay ular terlab qolishadi. Terlaganda birinchi tashqi muhitga javob reaksiyani burun beradi. Burun oqib qoladi. Burun oqib qolsa, burun oqyapti deb o'tkazib yuborishadi. Burun asoratlar berishni boshlaydi. Qulog'iga, tomog'iga ertaga harorat ko'tariladi. Yoki nafasga o'tib qolsa pnevmoniya bo'lib qolishadi. Keyin maysaga yotishga to'g'ri keladi. Haroratni yaxshi saqlash, vaqtida cho'miltirish, umuman bolalarga e'tiborli bo'lishlari. Burun aytganimdek og'riq sezmagani uchun buni ko'pincha o'tkazib yuborishadi, asorat bilan kelishadi. Quloq og'rig'i bilan kelayotgan bolachalarning juda ko'pida burun muammosi hammasi. Hozir hech birimizga sir emas, barchaning xonadonida quloq tozalagich cho'plar mavjud. Albatta ulardan quloq tozalash uchun foydalanishmoqda. Bu borada fikringiz? Quloq tozalovchi cho'plar odatda aynan quloqni ichi uchun chiqarilgan deb o'ylamayman, chunki quloqning atroflarida voronkalar shakli har xil tozalash uchun chiqarilgan. Keyin quloqning teshigini razmeri hammada har xil bo'ladi. Kimdadir ozginagina u yerda quloq normadagi chirki bo'lsa ham, u uxashga ichkariga surib yuboradi. U nog'ora pardaga tegib qolgandan keyin noqulaylik keltirib chiqaradi. Men taklif qilmayman. U yaxshi usul emas quloq tozalashni ishlatish. Quloq pardalariga qanday holatlarda shikast yetishi mumkin? O'tkir teshilib qolishi, barotrauma deylik. Barotrauma kimdir shapaloq bilan quloqqa urishi yoki kuchli portlash. Nog'ora parda yorilib qoladi. Nog'ora parda yangi yorilgan bo'ladi. Bu payt yopish mumkin. Bu payt yopib, jarayonni tezlashtirib olish mumkin. Agar jarayon 10 kundan o'tib ketib qolsa, bu nog'ora parda yopilmay qolsa, u timpanoplastika degan operatsiyasi bor, umumiy narkoz o'tkaziladigan sal murakkabroq operatsiya. Aytmoqchimanki, birinchi kuni yorilganiga gumon bo'ldim, ko'rsatinglar, yoptiringlar, qutulasizlar. Lekin surunkali quloq oquvchilari bor. U surunkali quloq kasalliklarida buni albatta qo'shimcha tekshiruvlar bor, tomografiya boshqa. Shundan keyin ularga maslahat beriladi. Ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun sizga katta rahmat. Sizga rahmat. Xushki sizlar ko'rganimizdan xursandmiz. Ko'rsatuvlaringizni ko'rib turamiz. Bu menimcha yaxshi davom etadi, manfaatli bo'ladi hammaga. Sizlarga ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz ana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, manfaatli bo'ldi. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr-mulohazalaringni ekranda ko'ringan Telegram manziliga xabar qilib yuborishingiz mumkin. Sog'lom bo'ling va biz bilan tez yordam oling. Sizlar bilan Umida Karimova bo'ldi.